Во мне живут два человека. Один веселый, разбитной, второй угрюмый, как синька. Философ вообще сам не свой. Один мне достал ряда. Все плохо, незачем и жить. Другой соленый, пот глотая, зубами будет землю грызть. Судьба и плачет, и хохочет. Два человека рвут меня. Один за нож схватить хочет, а другой лишь молиться скорбя. Вот тот богат и власть жаждет, и крысы всех кругом грызет. Другой под поезд тихо ляжет, чтобы спасти простом народ. Мне надоело. Раздвоение услышь мне с неба, Творец. Я напишу тебе прощение, разведи нас, наконец. Mening içimde iki insan yaşaydı. Biri şu, quvnoq hayotga oshno, ikkinchisi soyadek xomir. Faylasuf o'z-o'ziga begona go'yo. Biri yig'lab jonimga tegadi. Hammasi yomon, yashashning keragi yo'q deydi. Ikkinchisi esa sho'r ter yutib, tishlari bilan yerni tishlab kurashadi. Taqdir ham yig'laydi, ham qah-qah otar. Ikki inson meni parchalar. Biri pichoqqa qo'l cho'zmoqchi bo'lar, boshqasi esa faqat ibodatda yig'lar. Biri boylik, hokimiyat deb yashaydi. Atrofdagilarni kalamushdek kemiradi, boshqasi esa xalq uchun jon berib, poyezd ostiga jimgina yotadi. Men charchadim. Bu ikkilanishdan. Meni eshit. Ey osmondagi yaratgan, senga iltimosnoma yozdim. Nihoyat bizni ayirgin. Tamom qil bu janjalni.